Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azat. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoyning Tangri to'rining xabar qilishicha 8-fevral kuni atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partiyasining sekretari Chin Chuango qatorliqlar Xitoyning Chag'an bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonda turishliq Xitoy ozodlik armiyasi va qurolli soqchi qismi vakillari bilan ko'rishgan. Chin Chuango shu kundagi so'zda Xitoy armiyasi va qurolli soqchi qismlarining uzoq muddatli amirlikni qo'g'dash yo'lidagi xizmatlarini yuqori baholash bilan birga, buningdan keyin yanada kuchaytirishni talab qilib, atalmış terrorlikqa qarshi turish va muqimlik kafolatli qilishni ta'kidlagan. Tangritog to'rining xabarida Chin Chuango Xinjiangda turishliq xalq ozodlik armiyasi va qurolli soqchi qism ofitser askarlarining partiya markaziy komiteti, Markaziy harbiy komitet va Shi Jinpingning qo'mondonligiga qat'iy bo'ysunib, armiyani qudratga qo'zishni, diqqatni askarlarni mashqlantirib urushga tayyorlik qilish, g'alaba qilish iqtidorini umumyuzlik o'stirib, ogohlantirish signalini uzoqqa changritish, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash qatorliq og'ir vazifani zimmasiga olishda ching turishni talab qilgan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda jazo lagerlarini qurib, necha millionlagan kishini erkinligidan mahrum qilayotganligi, yuqori band texnikaning yordami bilan mutlaq nazoratni ishga oshirib, irqiy qirg'inchilik qilayotganligi xalqaro kuchli tanqidga uchrayotganda, Sharq Turkistonda yana qandaqdir urushga tayyorlik qilish va terrorlikqa qarshi turishni talab qilish kuchli norozilik qo'zg'agan. Chet eldagi Uyg'ur kuzatuvchilari buni Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi siyosatlardan voz kechmaydiganligining ifodasi deb qaramoqda va xalqaro jamoatning Xitoyga qaratgan besimlarini yanada kuchaytirish kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Chin Chuango 2020 yil 3 dekabr Turpanni ziyorat qilganda, Yorbozordagi bir masjidni ko'zdan kechirib, islomni xitoylashtirish yo'nalishida ching turishni, diniy zotlarning vatanparvarlik ruhini namoyon qilishni talab qilgan. Turpan muzeyini ziyorat qilganda, Turpan muzeyida tarix va madaniy yodgorliklardan foydalanib, har millat xalqining Junxo millat tonishini turg'izish, bashni e'tirof qilishni davomli kuchaytirishni ta'kidlagan. Biroq kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Xitoyning Junxo millat tonishi va bashni e'tirof qilish tashabbusi Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixini inkor qilish ustiga qurilganligi, Uyg'ur madaniyat qirg'inchiligiga yo'l ochganligini bildirgan. Fevral kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti diniy ziyonkashlikdan qochgan musofirlar guvohlik yig'ini o'tkazib, xalqaro musofirlar vaziyati, Amerikaning musofirlar siyosati, musofirlik qabul qilish, siyosiy panoh tilguvchilarning rasmiyat ishlarida saqlanayotgan masalalar to'g'risida ko'chmanlar tashkilotlarining sobiq Amerika hukumat amaldorlarining taklif fikrlarini angladi. Hamda Amerikaning musofirlarni qabul qilish programmasiga Uyg'urlarning qatnashishi va Uyg'ur siyosiy panoh tilguvchilarining rasmiyatlarining tezlatilishi talab qilingan. Yig'inda Dunyoviy qutqizish nomidagi xalqaro xristian insonparvarlik tashkilotining muavin raisi Jin Yang, dunyodagi musofirlarning xeyli zo'r salmoqining diniy e'tiqodi sababli ziyonkashlik uchirganlar ekanligi, bularning ichida Uyg'urlarning muborliqini, dunyo miqyosida 340 milliondan ortiq xristian diniy e'tiqodi sababli og'ir ziyonkashlikka duch kelganligi, boshqa diniy to'plami o'xshash tahdidga duch kelayotganligi, bu birmilik Rohingyalarni va Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni o'z ichiga olganligini, Yahudiy ko'chmanlar yordam jamiyatining raisi, qo'shimcha ijroiya direktori Mark Hetfield guvohlik berib, Amerikaning 2021 yillik Xamchot planida Iroq va Suriya Uyg'ur va Rohingya musofirlarni o'rlashtirishni kuchaytirganligini qarshi oladiganligini bildirdi. Jinniyangning qayd qilishicha, Bayden hukumatı o'zining musofirlarni qabul qilishni ko'paytirish planiga amal qilib, davlat majlisi va hukumatning musofirlarni o'rlashtirishga tayyorlik qilishi, musofirlarning yuqori sonliq chekini ko'paytirish, Amerikaning burunqi musofir qabul qilish nisbatini asli keltirib, Amerika musofir programmasining chet eldagi rasmiyat xizmati, davlat ichidagi musofirlarni o'rlashtirish iqtidorini qayta qurish va qo'llash ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, hozir dunyo miqyosida 80 milliondan ortiq odam yurt makonsiz qolgan. Yig'inda Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari, xalqaro jamiyatning siyosiy foyda va siyosiy manfaatni deb 80 million odamning makonsiz qolishiga yo'l qo'yganligini tanqid qilib, Amerikadagi Uyg'ur siyosiy panoh tilguvchilarining ahvoli haqida to'xtalib, Uyg'urlarning panohlik iltimoslarining kechikib ketayotganligi, Amerikaning Uyg'ur musofirlarini tekshirish bosqichining jiddiy masalalarga duch kelishi mumkinligi, chunki Uyg'ur musofirlarga aloqador nurg'un kamsitish xarakterli uchurlarning borligi. Bunday kamsitish xarakterli uchurlarni qanday hal qilish kerakligini muzokara qilib qo'ygan. Mazkur guvohlik yig'ini Prezident Bayden 4-fevral Amerikaning musofirlarni qabul qilishini ko'paytirganligi, 2021 yil 62 mingga, 2022 yillik planda 125 mingga yetkazilganligini e'lon qilib, orqadan o'tkazilgan ekan. Amerikaning musofir qabul qilishi 2020 yili 15 mingga tushib qolgan bo'lib, bu jarayonda siyosiy panoh tilguvchilarning, xususan Uyg'ur panoh tilguvchilarining panohlik rasmiyati ostilab ketgan. Nurg'un panoh tilguvchilar o'zlarining suhbatga chaqirilishini yoki panohlik iltimosining javobini saqlayotgan ekan. Yevropa parlamenti Yamandagi ishga urushda xalqaro inson huquq va kishilik huquq xilofligi qilganligi sababidan
Yevropa İttifaqı təvəssüdə Saudiya Arabiston bilan Arab Birləşmə Xəlifəligi qoral setib berishni cheklashni chaqiriq qildi. Germaniyaning Saudiya Arabistonga va Italiyaning Saudiya Arabiston bilan Arab Birləşmə Xəlifəligi qoral setib berishining cheklanganligi xotirlatilgan loyihada ba'zi Yevropa Ittifaqı davlatlarining chaqiriq qitilishini planlayotganligi, ba'zilarining bo'lsa qoral setib berishni davomlashtirib Yevropa Ittifoqining o'rtaq maydonda xiloflik qilganligi qayd qilindi. Loyihada Amerikaning Saudiya Arabistonga qoral setib berishini va Arab Birləşmə Xəlifəligiga F-35 aeroplanlarini setib berishni to'xtatganligining qarshi ilinganligi eskartilish bilan birga Yevropa Ittifoqining buningga o'xshash shaklda harakat qilish kerakligi talab qilingan. Yevropa parlament a'zolari Yevropa Ittifoqining mazkur davlatlarga qoral eksport qilishining Yamandagi ishga urishni ulg'aytganligini bildirib, Yevropa parlamenti eg'ir kishilik huquq tafsirchiliklar sodir qilganlardan hisob so'rash maqsadi bilan Yevropa Ittifoqiga va a'zolariga qo'lidagi barliq vositalardan foydalanishga chaqirgan. Hamda Ironlik kishi va tashkilotlarning Husiylarni ko'p miqdorda qoral bilan ta'minlayotganligini ayblagan. Avstraliyaning Yamanda yillardan buyon davomlashayotgan ishga urushda taraflarni qo'llayotgan Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligiga qoral eksport qilishni cheklamaydiganligi bildirildi. Zencevil hammamizga tanishliq. Zencevil tan tangishuvchi bo'libla qolmay yana nurg'un kasallarga ajoyib shifoliq roli bor. Bugun ko'pchilikka zencivilning shifoliq roli to'g'risida so'zlab beramiz. Birinchi, zencevil suyi bilan eg'izni chayqab berganda eg'iz bo'shliqi yarasi va tish atrofi yallig'ini saqaytqilib bo'ladi. Ikkinchi, ko'zimizga yangnasqa chiqib qolsa, zencevil suyini isitib ko'zimizni hordab bersak, og'riq to'xtaydi ham yangnasqa tez saqaydi. Üçüncü, issiq zencevil suyiga asal aralashtirib ichib berganda mastlik oson yeshiladi. To'rtinchi, issiq zencevil suyida pat-pat yuzni yuvib berganda yuzdagi donxo'rak ham sapkin yo'qaydi, terini yumronlashtiradi. Beshinchi, zencevil suyida chachni yuvib berganda chach tushishining oldini olib chach chiqaradi, ham kepakni yo'qotadi. Oltinchi, issiq zencevil suyiga tuz bilan ochiq suv qo'shib putni yuvib berganda put terlamaydigan, purimaydigan bo'ladi. Yettinchi, qizilingach raki bo'lib qolganlar odatda bir kunda 2-3 qatim issiq zencevil suyini ichishni davomlashtirib bersa, og'riq to'xtatadi. 8. Yuqori qon besim kishilar qon besimi o'rlab qolganda 2 putini issiq zencevil suyiga chilab berganda qon besimi ko'valab kelib bo'ladi. 9. Issiq zencevil suyini har kun uxlashdan burun bir oz ichib berganda qon aylanishini ilgari surib, qon tomir qaytishining oldini olg'ili bo'ladi. 10. Tüti madde kesiliga her kuni uxlashdan burun issiq zencevil suyi bilan maqat atrofini yuyib, ondan 1-2 stakan zencevil suyini ichib berganda tüti madde kesilini tezdan saqaytqilib bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.